dunyoni tafakkurida atrofidagi go'yo hozirgi oyatga muvofiq bir insonni o'zidan aziz bo'lganligi uchun, mukarram bo'lganligi uchun nur taralib turadi. Endi tarozi nima uchun? O'sha tafakkurni mahsuli mezon tarozisi bo'ladi. Dunyodagi hamma qiladigan amallarimiz o'sha mezon tarozisiga solinadi. O'sha mezon tarozisida demak Alloh taolo siz bilan bizni gunohlarimiz va yaxshi amallarimizni ana shu mezon tarozisi. Shu tarozini Alloh taolo yaratganligi haqida oyatlar bor-u, mana bu o'tirgan inson go'yo o'sha taroziga qachon amallari qo'yiladi. Balkim shuni fikr qilayotgan bo'lsa ajab emas. Ikkinchi mana bu tasvirda islom bu bag'ri kenglik dini. Islom bag'ri kenglik. Bu nima degan desa, bir inson 60 yoshga kirdi. O'sha 60 yoshga kirgungacha bu inson aytaylik Yahudi yoki otashparast yoki xristian dinida bo'ldi, e'tiqodda. Birdan endi Alloh taolo uni qalbini ochdida islomni qabul qilishda xohladi. Marhamat, ikki kalimani aytadi, islomga kiradi, islomni qabul qiladi. Endi Alloh taoloning nihoyatda bizga mehribonligi, shu inson o'sha kalimani la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh kalimasini aytgan mahalidan bu yog'idagi hayotiga qiyomatda javob beradi. U yog'idagiga javob bermaydi. Ya'ni o'sha 60 yilgacha bo'lgan muddat. Demak, bag'ri kengligi mana shu tasvirda, mana bu hozir rasmda juda chiroyli aks etgan. Mana bu xristian go'yo o'sha bir Iso Masih, Iso alayhissalom yoki bizi ulamolar islomning mohiyatini o'ng tomonda sulh sifatida yonboshiga Bismillahirrohmanirrohim deb o'sha Bismillahirrohmanirrohimning ro'parasiga oydi islomning ramzini tushirgan. O'sha chap tomonga yuzlanib turishi va ham ingichka bo'lishi arablarda hilol deyiladi. Hilol. Agar 14 kunlik bo'lib dumdumalaq bo'lsa, endi Badr bo'ladi. O'sha hilol islomni demak musulmonlarning ramzi bo'lganligi uchun masjidimizning ustidagi tug'da demak tepasida o'sha oy tasvirlangan. Endi mana bu so'zlar, mana shu yerda so'zlar yozilgan, bu yerda endi imzosi yo'q. Mana shu yerdan boshlanadi. Huvalloh. U Alloh. U Alloh. Robbi degan so'zni tushiryapti menga. Mana Robbi bizning Parvardigorimiz Alloh. U Alloh bizning payg'ambarimiz, bizning Allohimiz ham Parvardigorimiz, bizni tarbiyat kunandagimiz Muhammad alayhissalom. Endi siz u bizga o'sha yaxshilikni yetkazuvchi bir Allohning elchisi. Uni yaxshi biladi. Shuning uchun ikkala nomni bu yerda islomiy ramzlar, binolar, minoralar, azon, o'sha namozga, yaxshilikka da'vat tariqasida tasvirlangan. Keyingisida mana ibodat deb nomlanadi. Bu ham shu Akmal Nurning qadam qalamiga mansub. Alloh taolo bandasini shunday yaratganki, ba'zi onlar bo'ladi-ku, kechasida uyg'onib turganda bir mushohada qiladi, tafakkur qiladi. Allohni o'ylaydi, Allohga yetishishlikni o'ylaydi. Shu bilan birga o'zini gunohlarini o'ylaydi, bir tomonga qo'yadi, oxiratdagi darajasini o'ylaydi, uni bir tomonga qo'yadi. Va na shu oxiratda Alloh taologa dunyoda yetishlikda unga vositachi nima bo'ladi desa, duo bo'ladi. Duo, onaning qo'lidagi duo, mana tasbih. Endi shu yerda oyat karimani rassom yozyaptiki, Alloh nomi bilan Jalla Jaloluhu eng go'zal maqtovga loyiq bo'lgan, hamma maqtovlarga loyiq bo'lgan zot Alloh taolo. Robbana anzilna munzalan mubarakan va anta khayrul munzilin. Bu oyat karima Qur'oni Karimda har bir banda bir joyga kirganda duo qiladigan va aytadigan gapi shu bo'lish kerak. Parvardigorom, sen o'zing yaxshi o'rinlarga tushirguvchi zotsan, meni ham yoki bizlarni bu yerda ko'plikda bizlarni ham o'sha yaxshi o'rinlarga tushirgin. Qarang, ana shu duo bilan Alloh taolo
demak bandasiga rahmat nazari bilan qaraydi va shu kelgan qayerga borgan bo'lsa, shu joyni shuni sababidan obod qilib qo'yadi. Mana bu ma'nolar yashiringan menimcha. Endi Akmal Nurni o'zini olib kelsak, u kishi yana o'zini fikrlari qanday bo'ladi, Xudo xolasa kelganda yana bir so'rab olamiz, unga yana qo'shimcha. Salom. Rahmat, Allah razı olsun.